Assalomu alaykum. Manimkini yopib qo'ygan Lazetimiz tayyor bo'ldi. Pol polностью tek tugi bilan yig'ishtirilib yuvildi. Apshpela juda ham og'ir ahvolda edi. Sideniya biqini pasi yangi gubka almashdi. Sideniya polностью yuvildi. Yangi chexol taqildi. Juda ham kir bo'lib ketgan ekan mashina. Shuncha ish qilindi. Xizmatlar bo'lsa eshitib aloqadamiz. Buni adashib olib kelib qo'yishgan ekan beruvchi. Ikkita kabralinni men qo'ya olmayman. Bu yoqda gaz juda ham tiralib yotibdi. Ikkala tomondan ham o'zi eskisini zo'rg'a chiqarib oldim. Men gazovik ozgina ishi ham bor ekan. Boltini almashtirsa o'shanda qo'yishadi. Bunisi men qo'ya olmayman. Boltini orasiga umuman kira olmayman. Xizmatlar bo'lsa aloqadamizda. Всем удачи, charchamanglar.